gollari sonini tenglashtirib oladi. Zarba pastki burchakka Real Madrid 5-daqiqada hisobda oldinga chiqib olmoqda. Hakam vaziyatga yaqin turganligi sababli indamadi. Mana bu yerda esa Mbappe oldinga qarab chiqyapti. Zarba 2-0 mi yoki ofsaydmi? Hozircha ofsayd emas. 2-0. Viniciusning super uzatmasi, Mbappe 1-1 qochib ketyapti. Telefonlar Pedri. Kombinatsiya Torres. Yamal qildi yana Yamal. Chap oyoqda 2-2. Shu yerdaman deyapti. Xotirjamlik Lamin Yamal. Lekin xatoga yo'l qo'ymoqda Pedri. Chap qanotga Rafinha imkoniyat. Zarba 3-2. 3-2 Barselona hisobda oldinga chiqib olmoqda. Mana qanday qaytish. Real qanchalik tez ikkita gol urgan bo'lsa